Bu voqea biz yashab turgan yaqin yillarda Rossiyaning poytaxti Moskva shahrida yuz berdi. Moskvada yashovchi Varvara Bortsova ismli qiz xizmat safaridan o'z shahriga tonggi soat 5larda samolyotda qaytdi. Havo sovuq edi, shuning uchun aeroportda taksi tutib uyiga qaytdi. Podyezd oldida taksichi bilan hisob-kitob qilib xayrlashdi-da, ko'p qavatli uyga kirib ketdi. Taksi ichida hujjatlari va hamyoni unutib qoldirganini sezmadi. Qattiq charchagan ekan, peshin soat 1largacha uxladi. Uyg'ongach safar narsalarini tartibga keltira boshladi va shundagina hamyoni va hujjatlarini taksida unutib qoldirganini tushundi. Avval nima qilishini bila olmay sarosimaga tushdi. So'ng dispetcherlik punktiga qo'ng'iroq qilib, taksichini topmoqchi bo'ldi, lekin na taksi raqamini va na haydovchining ismini bilmasdi. Biladigani haydovchi O'rta Osiyodan kelgan musulmon yigit tamom. Dispetcher bunaqa musulmon yigitlar juda ko'pligini va ular boshqa kompaniyalarda ham ishlashlarini aytib, endi uni topish ancha mushkulligini va qo'lidan hech narsa kelmasligini tushuntirdi. Topishdan umidini uzgan qiz endi bankka qo'ng'iroq qilib, hamyon ichidagi bank kartalarini bloklab qo'yishini mo'ljallab turdi. Shu payt otasi ishdan qaytib keldi. Qizi bilan salomlashib dedi: "Qizim, tashqarida bir taksichi seni yoshingdagi va tashqi ko'rinishi senga o'xshash qizni hammadan so'rab surishtiryapti. Mendan ham so'radi, xavotirlanib tanimayman dedim. Tinchlikmi ishqilib?" Qiz yugurib borib oynadan qaradi va ko'zlariga ishonmadi. Podyezd oldida tongda uni olib kelgan o'sha musulmon yigit turardi. Yugurib tashqariga chiqdi. Qarasa, sovuqdan muzlab ketgan yigit dag'-dag' titrab, odamlardan uni surishtirdi. Yigit uni ko'rishi bilanoq, "Ey, xayriyat. Bor ekansiz-ku, soat 8dan beri sizni izlayman. Odam ham shuncha uxlaydimi? Axir muzlab qolay dedim-ku", dedi sovuqdan qaltirab. Buni ko'rib qiz beixtiyor yig'lab yubordi. Yigitning ham ko'zlariga yosh keldi. Qiz borib yigitni bag'riga bosdi va "Rahmat, nahotki shunday halol insonlar oramizda hali ham bo'lsa", dedi.